Selam dostlar. Knyaz Minecraft kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videoda Craftsman'ga mod o'rnatamiz va birinchi o'rinda bizga mana bu ilova kerak bo'ladi, mod ilovasi. Ichiga kiramiz. Hozir kiryapti. Hazır. Mana bekkamizlar, men qurol modini o'rnataman. Mana qurolga kirib mana kun deyapsizlar. Kun deb unda addosga berib unda chizadi. Bu yerda ishlaydigan bor, ishlamaydigan bor. Hozir men ishlaydigan bittasini bilaman. Nima bu ham ishlaydi bolalar. Bu zo'r mod, lekin mana shu modda o'rnataman. Hoppa bolalar, bulasga var. Shu modda o'rnataman hozir mana. O'rnatib olgandan keyin Play Minecraft'ni bosamiz. Va bizda mana shuncha Minecraft chiqadi va bizda Craftsman'ga ustiga bosamiz. Mana har doim qilamiz. Va Craftsman'ga o'zi otib yuboradi. O'zim bolalar buni soatcha oldin tortib, modlarni ham tortib qo'ydim. Sizlar mana scrapper edi. Siz ko'rasizlar bu mod ishlashini. Sizlar bilan ko'ramiz. Hozir kiradi. Endi mana modda qo'shishni ham o'rgataman. Igrat olamimizga kira olganimizda mana modlar qo'shildi. Ulansolar, seriyalar. Biz nega bosamiz? Shu wall yaratamiz. Salam kreativ qo'yganlar bo'ladi. Endi bizda mana bu modlar bor. Hozir öyle. Nimadir bo'ldi. Hoppa, boshqatdan kirsa kerak. Internetni o'chirib qo'yay. Sifatli video chiqadi, albatta obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Mana qo'shildi. Modlar ne volt. Ko'p qildim. Ne bo'ldi? Internetni o'chirib qo'ymasam bo'lmayapti. Ne qo'yamiz? Bitta xohlaganlarni qilmaysiz, nima kreativda ana bitta mana modlar qo'ydi. Biz bilish mana. Ikkoni qo'shamiz. To'xtaydi. Mana shuni bu qaysi mana tanlasam menga o'yna.
uchun tanlayman. Garchi kirganda o'zim xabar ber. Mana bolalar kirib oldik. Samonlar paydo bo'ldi. Biz hozir bo'lmoqda. Degan ishlamaganligini hozir bilib ko'ramiz. Bundan oldin men bitta unaqangi mana bo'ldi. Modimiz menimcha ishlaydi. Mana ishladi ko'rib turganingiz. Baba o'qlanmagan, mana o'qlanganlar. Birinchilar mana. Granata ishladi. Bomba mana. Ko'rib hamma modlar ishladi. O'tirib tashladi. Bom. Bizga keyin men yozib o'yin basakan. Qattiq o'zgartirardi. Mana bolalar ishladi. Video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Salomat sog' bo'linglar. Mayli bolalar, xayr.